Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Yangi tong, yangi hafta barchamizga muborak bo'lsin. Hafta davomida ishlarimiz, rejalashtirilgan ishlarimiz barchasi o'ngidan kelsin. Bemorlarimiz doim sog' salomat bo'lsin. Savollardan biriga javob bermoqchiman. Rinoplastik operatsiyasi bilan bir vaqtda qaysi yuz sohasi plastik operatsiyalarni qilsa bo'ladi? Blefaroplastik amaliyotini qilsa bo'ladi. Faqat yuqorini qilishni tavsiya qilaman yoki faqat pastni qilishni tavsiya beraman. Agar kompleks ikon bir vaqtda qilsa, rinoplastika bilan bir vaqtda yuz sohasida shishlar ko'p bo'ladi. Biroz qiynalishingiz mumkin. Hamda so'nggi paytlarda yuz tortish amaliyotlaridan savollar tushmoqda. Rinoplastika bilan bir vaqtda endoskopik yo'l bilan soch orasidan kiriladi, tashqaridan hech narsa sezilmaydi. Brow lifting operatsiyasini amalga oshirsa bo'ladi. Peshona tortish temporal lifting hamda mid face lifting faqat yonoq sohasigacha bo'lgan orientirda